Bizani eng katta muammomizga aylanib ketdi. Men vaqt tushunmayman nimagaligini. Prosta bitta akam, bitta opamga tiz cho'kib, merimi qiyordilar. Shuncha odamga o'sha yigitni qilig'i yoqmayapti. Akam tiz cho'kayotganlari bilan kimnidir shimini kiyib tiz cho'kkan bo'lsalargina yoki tiz cho'kayotganda kimnidir boshiga tiz cho'kkan bo'lsalar, kimgadir og'irliklar tushishi mumkin. Lekin bu hammasi postanova. Akam reaksiyalari. Hammani yonida anu yo'q deganidan keyin gulli olib turib, mana bu klipga slow-moda tashlab berdi dedi. Akam. Eng yomon merimilarning orasida ommani oldida merimi qilish. Birovni to'yida merimi qilish, sizlarning to'yinglarda hamma e'tibor sizlarda bo'lish kerak. Kimdir kelib, adyolni o'ziga tortib ketyapti. Merimi degan joyga borib turib merimi qilish. Bu ha yoki yo'q deyish mumkin degan marosimda u. Merimiga ketyapsiz. Men seni hozir merimi degan joyga chaqiraman. U ham в курсе, и ты в курсе, lekin sen uni javobini kutasiz. Borib turib. G'alati-yu, вообще. Kelib turib yo'q desa. Mana shuncha situatsiyada agar prosta kimdir tizzasini yerga qo'ygani biz uchun muammo bo'ladigan bo'lsa, aynan mana shunaqa muammolarning ustida ishlaymiz. 2 yosh baxtli bo'lsin.